Microsoft Word'in dastlabki asos temasındagi darsligimiz davomlashyapti. Navbatdagi darsimiz xat nusxasi xosliklari. Biz Word'da dastlabki darslarda xat nusxasi va xatninki cho'ng kichikligi va xatninki har xil alayda xosliklari, ya'ni yanto, tom, as-siziqva deganga o'xshash alayda unumlarni ko'rib o'tdik. Endi bu xat nusxasininki tanishadigan xosliklari boya degandek bir qadar ko'p. Endi Word'da mushlarning hammani bir yerdan tanishiladigan ba'zi alayda ixtiyorlarni ta'minlagan. Biz bularni amaliy misol orqali ko'rib o'taylik. Boya degandek biz ma'lum bir tekstning bir abzasning yoki ma'lum bir bo'lakninki xat nusxasini tanlagan vaqtimizda bu yerning xat nusxasini, bu yerning xatning cho'ng kichikligini, ondan tom, yanto, asti siziq yoki usti siziq deganga o'xshash siziqlarni, yanda rangi qatorliqlarni hammani bu yerdan tanishlaymiz. Endi bu tanishadigan narsa haqiqatan bir qadar ko'p. Yana kelib aralash yoziqlarni tanishgan vaqtida bu bir qadar avarchilik. Masalan, men bu tekstninki xat nusxasini tanishsam, cho'qim ikki xil xat nusxasi ishlatishim kerak. Navoda bir xil xat nusxasi ishlatsam, ba'zi xatlar sal chiqib qoldi. Chunki men hozir Uyg'urcha xat nusxasini tanladim. Buninkiga bu yerdagi inglizcha xat bir qadar sal chiqib qoldi. Navoda men buni butunlay ma'lum bir inglizcha xat nusxasi tanlasam, masalan Arial kechiringlar, tekstini tanlamay qolibdim. Arial xat nusxasini tanlasak, bu yerda inglizcha normal ko'ringan bilan Uyg'urcha xatlar to'g'ri normal ko'rinmaydi. Bu bizningki o'qish odatimizga mos kelmaydigan bir xil xat shakli. Mushundaq ahvollarda biz Word'da ta'minlagan xat nusxasi xosliklarini tanishsak bo'ldi. Ya'ni ma'lum tekstni tanlab bo'lgandan keyin buningga o'xshash buningga 10 knopkani bassak, bu yerda xat nusxasi deb bir tur bor. Bu turni tanlasak bizga ayrim bir ramka chiqarib beradi. Endi bu yerda asosiy tanlaydiganlarimiz o'xshamagan tildagi tekstlarga o'xshamagan xat nusxasini bekitib bergan bo'ldi. Masalan, Osiyocha mazmun bu odatda Xanzucha, Koreyancha, Yaponcha degandek yoziqlarni ko'rsatdi. Buninkiga ma'lum bir Xanzucha yoki Osiyancha uslubdagi xatdan birini tanlab bersak bo'ldi. Mening kompyuterimda Xanzucha xat nusxalari bir qadar oz. Ondan murakkab yoziqlar. Bu yerda deyilgan murakkab yoziq odatda Uyg'urcha, Arabcha deganga o'xshash o'ngdan so'lga yoziladigan yoziqlarni ko'rsatdi. Buningga ma'lum bir xat nusxasini tanlab bersak bo'ldi. Ondan barliq tekstlarga nisbatan o'rtaq ba'zi xosliklar bor. Masalan, uningki rangi qora rangda, buningki uslubi ostida siziq bormi yo'qmi deganga o'xshash. Ostida siziq bo'lib qolsa, buningki siziqning rangini tanlab bergan bo'ldi. Ondan buningki ustiga o'chir siziqi sizamdi, qo'sh siziq sizamdi deganga o'xshash xosliklarni bu yerdan tanlab bergan bo'ldi. Ondan bu narsani tanlab bo'lgandan keyin bu yerda ma'qul knopkasini bassak, bu tekstimiz şu xat nusxasi dialogramkasidagi tanlagan xosliklar bo'yicha ko'rindi. Ya'ni biz o'xshamagan tillarga o'xshamagan xat nusxasini bir yo'ldan bekitib bera olamiz. Bunda bo'lganda biz ayrim xat nusxasi bekitishning hojati yo'q. Masalan, navoda men bu dialogramkasini ishlatmasam, bu Uyg'urcha tekstga bir xat nusxasi bekitmam. Bu yerga inglizchani bir, bu yerga yana ayrim xat nusxasi tanlayman bu yerdan. Bu tekstni tanlagandan keyin yana ayrim xat nusxasi tanlayman deganga o'xshash.
Endi biz dialogramkasini ishlasak xat nusxasininki. Bu bir qadar oson bo'ldi. Kechiringlar, xato tanlab qoldi. Xat nusxasi. Yana bu yerga biz xanzucha bir xat nusxasi, bu yerga uyg'urcha xat nusxasi, ondan uyg'urcha yoki boshqa tildagi xat nusxalarining cho'ng kichikligini o'xshamaydigan bekitib berildi. Masalan, uyg'urchaning 11, xanzucha inglizcha deganlarning 9 bo'lsin. Buningga o'xshash. Undan keyin yana ma'qul desak, bizningki tekstimiz mana bu yoziqlar kichik ko'rindi, ma'nolar cho'ng. Yani bu yerdan biz bir qatimlam tanışalaymiz.